haligi aytganimiz 2 soat yangi saboq, 1 soat murojaat. Boring murojaatni ham 2 soat qiling, 4 soat. Kechqurun 1 soat, 5 soat yoki 4 soat kunda o'qiysiz. Yarim bet olsangiz zehningiz 4 yilda bo'ladi. 1 bet olsangiz 2 yilda bo'ladi. 2 bet olsangiz 1 yilda hofiz bo'lasiz. Sharti bardavomlik. Bir kun shayton aytadiki, 2 poradan o'qib beryapsan mana har kuni. Bugun aka uylanyapti. Bugun o'qimasang bo'laveradi deydi. Yo'q, bugun ham o'qiyman deydi. Ibn Rushd Valid Imom G'azzoliga raddiya bergan faylasuflardan, olimlardan, katta olim bo'lganlar. Ibn Rushd umrimda 2 kun kitob mutolaasidan to'xtaganman. Bir kun otam o'lganda, bir kun uylangan kunim degan. Boshqa biror kun mutolaadan to'xtagan emas, vazifasi to'xtagan emas. Umrida 2 kun to'xtagan. Akangiz uylansa to'xtasangiz, ammingiz o'g'li uylansa to'xtasangiz, tog'ingiz o'lsa to'xtasangiz, opodingiz o'lsa 2 kun nima oladigan bo'lsangiz, u hech kim bo'lmaysiz. O'sha kunlar ham qilishingiz kerak. Kasal bo'lib qolsangiz, og'ir kasal bo'lsangiz, masalan, boshingizni ko'tara olmaydigan bo'lsangiz, bir necha kunga, 2 kun, 3 kun davolanguncha bo'lishi mumkin. Unda ham burningiz og'rib qolsa ham, shamollab qolsangiz ham emas. Bel og'rib qolsa ham emas, yo'q. Siz o'qiy olmaslik qolishingiz kerak. Umuman gapira olmay qolsangiz, shunda to'xtatishingiz mumkin. Va o'lim to'xtatish mumkin. Agar shunday bardavom bo'lsa, kishi qasdi aniq bo'lsa, azmi aniq bo'lsa, mabodo ajal kelib qolsa, inshaalloh oxiratda barba hofizlar bilan tiriladi. Ulamolar aytadiki, Alloh bir farishtani qabrga yuborib hofiz qiladi deydi. Kimiki azmi qat'iy bo'lsa, endi bizdan bo'lamidi, chiqamidi endi desa, chiqmaydi Xudo xolasa. Lekin inshaalloh nima bo'lsa ham men shunga erishaman. 60 yoshda ham desa qiladi. Biz bir xonadonda xatmi